qishlog'imizning markazida ixchamgina restoranchi bor. Uning egasi Shomurodjon bu restoranni ochish uchun naqd 10 yil musofirchilikda ishlashiga to'g'ri keldi. Ammo natija yomon emas. Mana, ko'rib turganingizdek, ikki o'rtada qishlog'imiz mo'jazgina restoranchaga ega bo'lib qoldi. Bu restoran qishloqdoshlarimiz ishtirokida qanaqangi hangomalarni ko'rmadi deysiz. Aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi. Demak, mavzudan tashqari mavzu. Marhamat, tomosha qilamiz. Kechirasizlar. Yaxshimiz. Mumkinmi? Ha, bemalol. Rahmat. Kechirasiz. Mumkinmi? Aka ko'rmayapsizmi? Biz bandmiz. Xotin? Band deyaptilar-ku, Baxtiyor aka. Yağ yine yarıyla vayla, yine can